Bugun biz Tisichi proyektivda noldan loyiha chizdirish bo'yicha ketma-ketligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Uy loyihalashdagi birinchi qadamlardan biri bu mijoz bilan suhbat orqali bizga kerakli bo'lgan informatsiyalarni olish bilan boshlanadi. Birinchi etadigan narsamiz mahallasi, uyi, joyi qayerda joylashgan, ya'ni Google tomonidan ko'ramiz. Undan keyin qo'shinlarni analiz qilamiz, uyni qaysi tomonda qurilishini, oldida, o'rtada, etak tomonda qurilishini analiz qilamiz, maslahatlashamiz va tasdiq qildiramiz. Uy loyihasi qurilishi uchun 50 ga yaqin ro'yxatlar mavjud va shundan mijoz bilan biz birgalikda qaysi xonalar kerakligini sanab o'tib va shu yeriga mos qilib shu narsani joylashtirishni maqsad qilamiz. Va mana shu barcha informatsiyalarni jamlaganimizdan keyin, ya'ni u yerda shamol, quyosh, qibla, joylashuvlar, qaysi xona qaysi tomonda joylashuvi, shunga qaraganda barcha ilmlarni jamlaganimizdan keyin keyingi qadamimiz mana shu loyihani qo'lda va kompyuterda chizish orqali loyihalashdagi birinchi mana shu tarix, ya'ni plan qismlarini birgalikda boshlab mijozga yoqadigan darajagacha qadamlarimizni qo'yamiz. Keyingi bosqich mana shu mijozga chizib bo'lgan planlarimizni mijoz ko'rib, analiz qilib, ularga tushuntirib berganimizdan keyin yana qanaqadir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, xonalarmi, eshiklarmi, surilishimi, shunga o'xshagan mayda elementlardan foydalangan holatida loyihamizni yanada mukammallashtirishga harakat qilib va keyingi fasad qismimizni ham birgalikda hamkorlikda ularni didiga qarab, stiliga qarab, ularga nima yoqishiga qarab loyihamizni fasad qismini ham o'ylab ketishni maqsad qilamiz va yaxshi g'oyalarni yig'ib ularga mana shu ikkinchi uchrashuvda mana shu ilmlarni ham bo'lishib birgalikda hamkorlikda ishlashni boshlaymiz. Uchinchi qadamimiz bu mijoz bilan yanada oxirgi marta planirovkalarimizni mukammal darajada tekshirib, xato yo'qligiga iqror bo'lganimizdan keyin fasad qismiga kuchimizni tashlaymiz. Ya'ni 3D vizualizatsiya holatida mijozga aylantirib 3D Max'da mana shu fayllarni 3-marta ofisga kelganlarida mana shu fasadlar qismi, derazalar, landshaftlar, stillar, barcha narsalarni o'rgatib, ko'rsatib, tasdiq qilib, undan keyin mana shu qadamlarimizni yanada tezroq qilib bitirishga fokusimizni qaratamiz. 4-qadam barcha chizilgan loyihalarimizni mijoz tasdiq qilganlardan keyin biz upakovka qilib, pechat qildirib, alohida mana shu mijozga taqdim qilishimiz. Agar mijoz o'zlarining quruvchilari bilan keladigan bo'lsalar, ularga mukammal darajada mana shu loyihalarimizni tushuntirib va qurilish maslahatlari degan kitobchamiz bor. Ular bo'yicha armaturalarni qanday bog'lash, beton markasi, plitani qanaqa montaj qilish, barcha qurilishga oid mana shu 2 qavatli uy qurilishiga oid bilimlarni mana shu kitobchamiz orqali ularga tushuntirib beramiz. Agar mijozning quruvchilari bo'lmasa, biz o'zimizning Art Deco Design kompaniyamizning qoshida ochilgan Art Deco Construction tomonidan o'zimizni qurilish brigadamiz tomonidan mana shu uylarni qurib berishimiz ham mumkin. Va 5-qadam, mana shu loyihalarimiz tayyor bo'lgandan keyin bizning keyingi qadamimiz mana shu qurilish obyektiga ruxsatnoma olib berish. Ya'ni barcha hujjatlarni tayyorlab, mijozning pasport kopiyalari, kadastr kopiyalari va shunga o'xshagan barcha hujjatlarni, qo'shnilar rozilik xatlarini jamlagan holatida genplan ishlab va mana shuni MyGov orqali yagona darchaga jo'natib, shahar qurilishidan ruxsatnomalarni olib, qurilishga ruxsatnomalarni mijoziga taqdim qilib va qurilishni boshlashiga ustida turib, nollarni, atmetkalarni quruvchilarga tushuntirib, mana shu qurilish obyektlarini boshlashiga sababchi bo'lamiz. Va qo'shimcha xizmatlarimizda mana shu mualliflik nazorati degan bizda ham yo'nalishimiz bor. Kerak bo'lsa mijoz bizga obyektini podключ topshirishlari mumkin, kerak bo'lsa mualliflik nazoratini biz bilan shartnoma qilishlari mumkin. Ya'ni obyektimizni chizgandan tashqari biz mana shu obyekt birga bir chiqish uchun qanday darajada mustahkamligiga ham, sifatiga ham va to'g'ri qilayotganligini ham nazorat qilish uchun o'zimizning mutaxassislarimiz bilan birgalikda mana shu Tisichi proyektiv jamoasi bilan birgalikda xizmatda bo'lamiz. Mijozlarimizga qulay bo'lishi uchun biz yakshanba kuni ham mijozlarimiz uchun xizmat qilamiz. Ya'ni Art Deco Design kompaniyamiz qoshida Tisichi proyektiv jamoasi yakshanba uchun mijozlar uchun alohida dasturlar, takliflar va vaqtlarni ajratishga tayyorlar.